Davamı degende vatandaş leksiyelerimizdenki sizler bilen elep bardığan muhakeme. Bugünkü islağa 2023 ayının 5. günü haftık yakşembe. Yukarıda körpettik. Biz desep vaziyet doğrusunu emdigen tok. Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti Cunguni cheklab İki narsada. Biri sen mushu kunlarda Rossiya Federatsiyasiga harbiy yordam bermaysan. Harbiy ishlarga yordamini bermaysan. Ikkinchisi Tayvan bo'g'izida ne bo'lsa urush qo'zg'amaysan. Ikki yo'l bilan cheklash. Demak, hozir bir yorning ichida cheklash yoki cheklab bir yorning leviga kelib kelishgan. Urush qilolmaysan. Urush qilishga ruxsat yo'q. Ciddilik paydo qilishga ruxsat yo'q. Mana buni biz nima deymiz? Taqdir deymiz vatandosh. Sizning taqdiringiz shuni siz qabul qilasiz degan gap. Men turga so'zganlikshiyamda bir tuzitish, abay unutib qoldim kechiringlar. Hali hozir Jungoda boshdan oxirigacha yoki yuqoridan tuvangacha barliq hokimiyat organlari hozir Rais Xi Jinpingga xizmetidan doklad beradigan markazlashtirish tuzum yo'lga qo'yildi deganda, tuningen bir jumla ortiq ketib qoldi, nimalarga kojang bölüm başlığıma doklad qiladi deb. Undaq emasga vatandaş partiya hükümet organları, yani partiya tashkilot organları, yani hükümet organları yuqori darajalik. Mushu organlarning hammasi Rais Xi Jinpingga xizmetidan doklad olish kerak. Bu markazlashtirish, huquqni markazlashtirish, tartiblashtirish deganlik hozir Jungoda elib berilayotgan ish yo'q. Endi gapimiz qaytib kelaylik. Demak, sana urush qilishga ruxsat yo'q. Endi yana bir gapda eslab o'taylik vatandosh. Mashanshin, yani Mashan axborotini bilasizlar. Bu kishi Xinjiangning birinchi kuni mavzu qo'yib, to'g'ri film ishlaganda shundoq dedi bir jumla. Boshqa mavzularning sirtida kelayotgan bir jumla. Xinjiangning birinchi kuni Belarusya prezidenti Lukashenko Beijingga ziyoratga keldi. Shundaqli ziyoratga keldi degan xabar tarqalib bo'libla, Mashan Shinvinning xabarida Lukashenko Beijingda Rais Xi Jinpingning so'q muomalasiga o'xshadi. Tunigillardan kelgan adresa qaramabdi kechiringlar. Yana bir parcha xabarda nima deyildi desangiz, bu qatim Lukashenko Beijingni ziyorat qildi. Andaki ziyoratda Rais Xi Jinping harbiy yordamni Lukashenkoga beradigan, Lukashenko yoki Belarusya orqali harbiy yordamni Rossiyaga beradigan bo'ldi dedi. Men bu xabarga ishonmayman. Yaqinda bir sizlarga dedim, xabarlardagi, mavzulardagi ziddiyatli fikrlar deb yaqinda bir ko'payib qoldi. Bugun yana shundoq keldi. Mashan Shinmin dedik 3-oyning 1-kuni Lukashenko Beijingda so'q muomalaga uchradi. Buning isboti nima bo'ldi desangiz, Prezident Vladimir Putin Lukashenkoni Beijingga elchilikka avatganda ishki qurultay ochilishdan burun Moskvaga kelsan. Ishki qurultay ochilib bo'ldi, boshlanib bo'ldi. Hozir Rais Xi Jinpingning Moskvaga bormaganlik yoki qo'zg'almaganligi to'g'risida xabar yo'q vatandosh. Şuna qaraganda o Lukashenko'ning prezident Lukashenko'ning elchiligiga beparvolik bilan muomala qildi degan gap. Jiddiy qaramadi degan gap. Amaliyotda Lukashenko Beijing kelib taklifda fikrini qo'ydi. Bu asli prezident Vladimir Putinning fikri edi. Buningga nisbatan Rais Xi Jinping so'q muomalada bo'ldi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar va G'arb dunyosi shundoq besim ishiltayotgan bir paytda sen Lukashenko Belarusya orqali Rossiyaga harbiy qurol yordam berib aqmaydigan ish qila olmaysan bu ishni. Anda 3-kuni atrofida Germaniyaning vaziri Olaf Scholz Washingtonga keldi. Prezident Joe Biden bilan Aqsaroyda suhbat o'tkazdi. Bu xabarni xabar qilganda Mashan axboroti nima dedi? Prezident Joe Biden Aqsaroyda Germaniya vaziri Olaf Scholzni qabul qildi.
Bütün dünya soğuklarga çömdi. Bunu neme demek ekanligini anlayamadım tabi. Hazır, mana hazır maşaqşını sözlevatıdı. Yani neme deydisan Cumhurda hazır. Reis Xi Jinping'e akıldamanı dedi ki Wang Hu'nun dege adam ne? O adam yakında bir kitap yazıp demiş kaltıs. Mavzusu kaltıs kitap. Mavzusu nimesi Amerika bilen Amerika karıştırış. Hey. Mavzunun sırpı küreş devirde boylap kaptı da. Mavzunun sırpı küreşi ansız cüngoluklar arası da. Anda ansız müstemlikiler Tibet Uygurlar arası da. Sırpı küreş birbiriyle yakılışıdığın, birbirine çişleşidiğin, birbirine tepişidiğin, birbiriyle küreş kılıdığın. Bu ansız milletler içinde akıdı. Wang Hu'nun efendi, bu Amerika ile Amerika karıştırışıya gep Amerika'da akmaydı. Bu Amerika halkı 10 yıl desem mübalağa olup gitti. İnsaniyetin hazırki fikir kılıç seviyesinden bir qancha 100 yıl aldığı ketken halk, Amerika halkı, şu Amerika'da silahına sınıfı göre siyasetine akmaydı Wang Hu'nun efendi. Bu mavzunu okuyup kitap ilan kılıpsız, demek siz üzünüz bala taptınız diye. Üzünüz afetlerdiniz diye. Barçıgına üzem de tutup nege varay, dabağa. Muşu günde kaldınız Wang Hu'nun diye. Endi qaytaylı vatandaş, biz nime dedik? Tünügün Tayvan meselesini dedik otturda. Şunundan keyin Amerika Devlet Meclisi'de guahlık bir işiğin toxtaldık tünügün otturda. Anandan keyin Tayvan meselesi doğruluk toxtaldık otturdu. Şununla nime dedik? Cumhur hükümeti siz muşu aldı dedik. Endi bir yerde arlıqda biz sizlerge nime degendik? Mesela Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen Washington'u ziyaret kılıdı degen edik. Bu endi 4-5 gün burun Amerika avazdım ilan kılınıp hazır qaraganda vaqt bekitildi hesapta. Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen 8. aydan burun Washington'a ziyaret keledi. 8. aydan burun hali vaqt barken 8. aydan burun. Bu yerda siz diqqat qilgan bir nuqta vatandaş 2024 yılı prezident Tsai Ing-wen'nin yani Tayvan'da Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining hokimiyet beşidi turuş saylan muddeti ahırlaşıdı. 2 növbet saylandı degan gap. 2 növbet saylandı, saylan muddeti ahırlaşıdı. 2024 yılı Tayvan'da elip berildiğin saylamda Kuomintang kilemde hokimiyet beşiğe yoki Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi yana hokimiyet beşidi qilandi bu intayin ciddi gap. Şu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan qarqan siyasi nima o'zgarish bo'ladi. Shu vaqtda shu saylanni saylab turamdi, saqlab turamdi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari mushu yil ichida, ya'ni 2023 yil ichida masalan prezident Tsai Ing-wenni Tayvandan Washingtonga taklif qilgan mushu vaqtlarda hal qilishga tegishlik hal qilg'uch qadamni tashlamdi qanday? Agar tashlamasa, Kuomintang Tayvanda saylanga chiqib qolsa qanday bo'lishi mumkin u vaqtda Kuomintang partiyasi Tayvanda Kuomintang partiyasi Kommunistik partiyasi bir partiya desangiz bo'laverdi. Faqat ism o'zgarmaydi, lekin siyosatda bir partiya desangiz bo'laverdi. Vatandaş 2. ayning 18 kuni Tayvanning Kuomintang partiyasining muavin raisi Shaliyan Beijing'ni ziyaret kıldı. Biz hazır ismini algan Wang Hu'nun degen bilen görüştü. Hazır 7 daimi heyetinin birisi Wang Hu'nun degen adam bilen görüştü. Şundak mı? Şunun için dikkat kıldın. Tor betlerdi Kuomintang pres. Uygur tıllık adamlar derhal ehlet çavalarını götürüp oturuğa çıkandak oldu vatandaşlar. Söz görmeyken kişiler kaldı söz görmeyme. Kişiler kaldı söz görmeyme. Şaliyan Beijing'ni ziyaret kıldı. 2024 yılı Tayvan'da saylam ötküzüldü. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan siyosati ahirgi hisobda oshkor bo'lib bo'ldi. Ya'ni
Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanga qaratgan mujmal siyosatini ko'rib tashlab, oshkora Jungoning ichki ishi emas Tayvan. Tayvan bo'g'uzi Jungoning ichki ko'li emas. Tayvan Jungoning zimini emas. Oshkora bo'ldi. Mushu darajaga yetdi, endi men deb o'tirgan eng oxirgi bir qadam, hal qilg'uch bir qadam. Endi bu hal qilg'uch bir qadamni 2024-yili Tayvanda o'tkaziladigan 5-oyda o'tkaziladigan saylam qistab kelyapti ya vatandosh. Shunga eng oxirgi bir qadam, ya'ni hal qilg'uch bir qadam qachon tashlanadi? Buning uzun vaqt qolmagandek turdi vatandoshlar. 8-oydan burun Prezident Sayyin Amerikani ziyorat. Komindanın Mavre Saliyan 2-yilning 18-kuni Beijingda ziyorat qildi, Wang Huning bilan ko'rishdi. Siyosatning berishi, menishi, turishi, yo'lga qo'yilishi jiddiylik paydo qilyapti vatandosh. Şuna bugün Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasi endi tinch o'tgan ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar ministri, davlat mudofaa ministri Rainer Eliveyner dediki, biz Tayvan bo'g'izida urush portlamaslikka kafolat qilamiz, qat'iy qarshi turamiz. Bu ishni biz qila olamiz. Demak, endi nima deymiz? Xulosa chiqarib, Jungo Kompartiyasi mayli qattiq qo'l siyosat qo'llaning, mayli yumshoq qo'l siyosat qo'llaning, qat'iy nazar sizning oldingizda turgan yo'l islohot. Bu qatam endi aldamchilik, yolg'onchilik, kazzoblik emas. Dalma-dal G'arb dunyosining degini bo'yicha, butun yer shari xalqining degini bo'yicha Jungoda islohot, siyosiy islohot olib berish, o'zingizning degini bo'yicha qurilma xarakterli siyosiy islohot olib berish, Jungoning davlat ma'muriyatida o'zgarish olib berish. Bizning deganimizcha birinchi o'p eg'izingizdan chiqirdigan ish balki mush qurultayda chiqishi kerak. Kechikib qolmang yoki xalq vakillar qurultayining doimiy komitida o'tirib qo'yamsiz. Jungoda o'zgartiradigan birinchi qadam, o'zgartiradigan birinchi qadam asosiy qonun. Asosiy qonun o'zgartirilgandan andin Jungoda qurilma xarakterli islohot va ma'muriyat islohotlar ish qashidi. Jungo Kompartiyasida vaqt shu. Sizga urush desangiz ruxsat yo'q. Mustabitizm desangizmi ham ruxsat yo'q. Eng oxirgi xulosa yana bir qatam aytay. Nazariyachi Chen Shaoning bugun so'zlagan so'zda hozir boshlandi moliya krizisi. Bugun Runyanning dunyoga nazarida nima dedi? Xilonjongda boshlandi. Guju shahri, Guju o'lkasi Qatarga qo'shildi moliya krizisi. Chen Shaoning nima dedi? Buyuk Iroq torbeti televiziyasida moliya krizisidan keyin pul muomala krizisi. Buning ustilabda kelayotgani nima? Franch Xyol nima dedi? Kansas shtati Avom palata a'zosi. Biz para olgan qandaq pul topishni qazanamiz. Jungolik pul topgan pul yoki Jungo amaldorlari Amerikada omonat qo'ygan pulga hamda Amerika shirkatlari va ya pul muomala organlari mulozimat qilmaydi. Bularning Amerikada qo'ygan kapital va dollarini Jungo xalqining oldiga oshkorlab tashlaymiz. Hammasi qistab keldi. Hammasi bir keldi. Buning chiqish yo'li ikkinchi umumiy yig'inda o'zingiz qaror qilganingizdek qurilma xarakterli islohot olib berish. Ma'muriy rayonlarni islohot olib berish. Buning uchun ham bizning deganimizdek nima gap? Avval asosiy qonunni o'zgartirish. Esingizda bo'lsin, Jonanxay ayni vaqtida Jonanxayga ikkinchi bir sekretarmi, birinchi bir sekretarmi, Xuyobon sekretar bo'lgan edi. Uning oltimodalik siyosati Tibet to'g'risida, oltimodalik siyosati Xinjiang to'g'risida, ya'ni mustamlika Uyg'uriston to'g'risida unutib qolmang Jonanxay. Bu siyosatlarning qo'zg'atilishi, o'ttiriga chiqishi oddiy ish emas.
Bu siyaset del. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Cumhur Xalq Cumhuriyeti hukumati diplomatik munosabat o'rnatgan yillarda o'ttirg'i chiqqan siyosatdir. Jongnan